xohlasa BYDlarni sekin joylashtiryapmiz. Mana yangi BYDlar. Xudo xohlasa Abbosga bu. Eldor aka, Shomron. Malades. Siz o'rtasachi quvonch qo'shgan mana shunaqa farzand tarbiyatiga onajonimiz ham shekdalar. Salomat bo'ling, tan joningiz sog' bo'lsin. Hammani farzandi shunaqa yo'ldan borsin. Sizga ham butun xalqimiz nomidan katta rahmat aytamiz. Sog' bo'ling. O'rtasidan inshaalloh oilaviy mehr muhabbat baxt saodatda yashanglar. 3 xonalik uy xudo xolasa muborak bo'lsin. TXT kompaniyasidan sizga mana shaxsan Xurshid akaning o'zlari xalqimizning nomidan 3 xonali uy gap bo'lsin deymiz. Rahmat. Sog' bo'lasizlar. Hal bo'ldi, ammo Qatar bilan o'zaro hisob-kitobimiz bor va g'alabaga bo'lgan ishtiyoq haligacha o'sha darajadami? Endi birinchi navbatda shu jahon chempionatiga chiqib olganimizdan xursandmiz. Biz ham, muxlislar ham buni juda ham yaxshi bilamiz, lekin baribir ham vatanni terma jamoada o'ynagan paytimizda har bitta o'yinga 100% tayyorgarlik ko'rib chiqishimiz kerak. Tim bo'li uyda o'ynaymiz, Qatar bilan o'yinda oxirgi o'yinni chiroyli yakunlab muxlislarni xursand qilishimiz kerak. Tim bo'li ham u Qatar aytib o'tilgan hisob-kitoblar bor. Ular bilan chiroyli o'yin o'tkazib, g'alaba qozonib, muxlislarni yana xursand qilib qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Va agar penalti bo'lsa, penaltini siz urasizmi? Albatta, men tepaman. Свежие xabarlar. Kataniya janoblari Toshkentda. Assalomu alaykum. Каждый раз немножко быстрее, хорошо? Давай, каждый раз немножко быстрее. Давай. Атакуй, Абдукадир, атакуй, пожалуйста. Идешь в атаку. Атакуй, Odir chiqyapti.